Ingliz tilida nechta daraja bor va IELTS yoki TOEFL olish uchun qancha vaqt ketadi? Qarang, ingliz tilini noldan o'rganganda ingliz tilida asosan ko'p o'rganiladigani 5 ta dona daraja bor. Birinchisi beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate. Bularni mana bunaqa desa ham bo'ladi. A1, A2, B1, B2, C1. Endi har bir darajani o'rganishingiz uchun sizga 3 oy vaqt ketadi. 3 oy vaqtda o'rganasiz. O'rtacha bu shunaqa vaqt ketadi. Misol uchun 5 ta darajani o'rganmoqchi bo'lsangiz, 5 kere 3 15 oy vaqtingiz ketadi. Endi men IELTS olmoqchiman Ibrohim aka. Shunga qancha vaqt ketadi desangiz, meni maslahatim hech bo'lmaganda intermediate tugatib oling. Bu degani 4 ta daraja. 4 kere 3 12 oy bo'ladi. Undan keyin alohida 3 oy IELTS ga tayyorlanib turib topshiring. Shunda sizga hammasi bo'lib IELTS olishingiz uchun 15 oy vaqt ketadi. Bu degani 1 yil u 3 oy. Ko'pchilik qanaqa qiladi? Men IELTS olishim kerak, shuning uchun men o'rtacha o'rgansam ham yetadi. Yarimchala o'rganib ham pre-intermediate darajasidan ham IELTS ga tayyorlansam bo'ladi deydi yoki intermediate-chala o'rganadi. Yoki boshida fundament, asos yaxshi qurilmagan, shu beginner, elementary ni o'rganganda xayoldagi narsani o'quvchi gapira olmaydi. O'shanda IELTS ga tayyorlanam deb turib, IELTS ga 1 yillab vaqtini ketkazib qo'yadi. Bitta narsani tushunib oling. IELTS bilan TOEFL faqat ingliz tilini biladiganlar tayyorlanib ola oladi. Ingliz tilini bilmasdan turib, 0 dan sirazi IELTS yoki 0 dan sirazi TOEFL o'sha sertifikat ola olmaysiz. Bunga sizga eng kamida mana shuni beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate o'rgansangiz, IELTS olishingiz osonroq bo'ladi. Yoki sertifikat olishingiz osonroq bo'ladi. Ko'pchilik beginner, elementary, pre-intermediate tugatadi, keyin olaman deydi. Ko'p o'quv markazida yoki ko'p joylarda siz pre-intermediate tugatgan bo'lsangiz ham ola olasiz deyshadi. Lekin siz ularga ishonmang, chunki bekorga ko'p vaqtingiz ketadi. Sizga 3 oyda olib beramiz deyshadi, 2 oyda olib beramiz deyshadi, olib berisha olmaydi. Chunki bu o'zingiz harakat qilishingiz kerak bo'lgan narsa. Birov sizga u narsani olib kelib bera olmaydi. IELTS darslarida tushunishingiz uchun IELTS da yangi narsa o'tilmaydi. Prosta siz o'sha biladigan narsangizga qanaqa turib testlarga javob berish o'rgatiladi. Hozir siz IELTS boshlaysiz, keyin pre-intermediate tugatib turib IELTS boshlasangiz, ingliz tilida bilmaydigan narsangiz chiqaveradi. Yoki inglizcha kino, multfilm yoki ovoz listening qilayotganingizda eshitsangiz tushunmaysiz. Kitob o'qiganingizda tushunmaysiz. Tushundingizmi? O'zingiz gapira olmaysiz yaxshi. Bularni siz to'liq o'rganishingiz uchun bo'lsa, 0 dan intermediate hech bo'lmasa tugating. Sertifikat olish uchun ham B1 olmoqchi bo'lganlar, B1 degani mana beginner, elementary, pre-intermediate o'sha. A1, A2, B1. B1 ni tugatasiz, shu pre-intermediate darajasini, keyin alohida 2-3 oy imtihonga tayyorlanib, shu sertifikatga B1 ga keyin topshirsangiz B1 ola olasiz. Menga B2 kerak desangiz, unda intermediate ham tugatasiz. Beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate yoki A1, A2, B1, B2. Mashina tugatasiz, 1 yil ingliz tilini o'rganasiz, keyin alohida 2-3 oy imtihonga tayyorlanib, sertifikatga topshirasiz, o'shanda B2 olishingiz mumkin. Yo'q Ibrohim aka, menga C1 kerak desangiz, unda upper intermediate hech bo'lmasa yarmigacha o'rganishingiz kerak. To'liq o'rganish shart emas. To'liq o'rgansangiz yaxshi, o'rtacha o'rgansangiz ham yetadi. Keyin imtihonga tayyorlanib turib topshirasiz. O'shanda sizga 13,5 oy ingliz tilini o'rganishga ketadi. Upper intermediate o'rtasigacha, keyin 2-3 oy imtihonga tayyorlanib C1 ga topshirasiz. Mana shu ingliz tili darajalari IELTS bilan TOEFL qanaqa olishingiz. Manda bo'lsa, bizada 0 dan ingliz tilini 60% gacha, ya'ni 0 dan pre-intermediate tugatgungacha kurs bor. 5-6 oyda tugata olasiz uni. 0 dan boshlanadi. Mana yil 2026-yil 20-sentyabrda bo'lsa, pre-intermediate o'rtasidan upper intermediate o'rtasigacha kursimiz chiqadi. O'shanda ingliz tili tugaydi, xudo xolasa bizada. Keyin o'sha mana shu ikkita kursimni tugatgan o'quvchi bemalol IELTS ga alohida yana 2-3 oy tayyorlanib topshirsa bo'ladi. Yoki sertifikat olmoqchi bo'lsa, TOEFL ga topshirsa bo'ladi. 2-3 oy imtihonga tayyorlanib. Bu kurslarni olganingizdan keyin siz hech qanaqa IELTS shundoq borib topshira olmaysiz yoki sertifikatni topshira olmaysiz.
IELTS bilan C1 shu sertifikat ingliz tilini biladiganlar uchun. Ingliz tilini tugatib, yaxshi bilib, keyin imtihoniga tayinlanadi. Shu IELTS bo'lsa IELTSga, sertifikat bo'lsa sertifikatga keyin topshiradi. Ingliz tilini bilmaydiganlar IELTS sertifikatni topshira olmaydi. Endi 0 dan 60% ga o'sha 0 dan pre-intermediate tugatgandan keyin topshirmoqchi bo'lsangiz, oldinroq aytib o'tgandek, bekorga ko'p vaqtingiz ketib qoladi. Unaqa qilmang, razm IELTSga yopishib olmang. Bilaman, o'qishga topshirmoqchisiz yoki maqsadingiz boshqa narsa. Ishga kirmoqchisiz, chet el ketmoqchisiz, sizga ingliz tili kerak. Shuning uchun to'liq o'rganganingiz yaxshi. Endi chet eldagilar yoki menga unaqa to'liq o'rganish kerak emas. Men sirasi gapirib ketsam bo'ldi, lekin darajam 0, hech nimani bilmayman. Oldin ozgina o'qiganman yoki o'qimaganman. Qisqasi, ancha esimdan chiqib ketgan, bilmayman deganlar uchun alohida 0 dan gaplashish kursimiz bor. 3 oylik 32 ta dars bo'ladi. O'shanda gaplashib o'rganasiz. Kursimiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, narxlari, qanaqa olish, qanaqa bo'ladi demoqchi bo'lsangiz, shetda pastga qarasangiz videoning tagida saytimiz bor, ibrohimpro.com. O'sha yoqqa kirsangiz hamma ma'lumotlar bor. Yoki shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan kurs deb yozsangiz, sizga qanaqa kurslarimiz bor, narxlari va qanaqa olishlaringizni hammasini tushuntirib beramiz. Savollaringiz bo'lsa so'rashingiz mumkin. Xavotirlamang, mana shu ko'rsatgan nomerimiz bizaniki, meniki, ya'ni bemalol o'sha yoqqa yozsangiz javob qaytaramiz. Mashinniklamasmi yoki boshqalamasmi deb xavotirlamang. Ko'pchilik shunaqa xavotirlanar ekan, o'shaning uchun xavotirga hojat yo'q. Menimcha ingliz tilida qanaqa daraja bor, IELTS C1 olmoqchi bo'lsangiz qancha vaqt ketadi yoki faqat ingliz tilini gapirishni o'rganmoqchisiz, Yevropada chet elasiz, uni ham yechimi borligini tushunib oldingiz. Keyingi videoda ko'rishamiz. Siz bilan Ibrohim edi. Salomat bo'ling.